Dağlık bir psikolog boğan Martin Seligman deyilgan çok. Yangi zaman psikologları. Bu bir rahimsiz bir tecrübe işlegan. Rahimsiz deymiz endi. Bu qandaq rahimsiz tecrübe işlegan desangiz, bu bir chashqonni bir qapazga sulab, bu qapazning barliq iliqi chiqish shiklidan eg'izdan itib chiqolmaydigan qilib qo'yibdi. Buning tok soqqizganda rahimsiz erishuvda chashqon bir jonliq u. Buning tok soqqizganda ekan, bu tokdan hayvonlar intan qo'rqidi. Neticede bu bütün şu qapazga beşini uyan qurup aşağılık tokdan zarbisi şu. Qech kitaman deb endi. Uğanda qapazda. Biroq bu qapazdan men itik olgandan qachon bo'lgan bu. Anikin aytsim shunday qilgan, qachon bo'lgan, yana bir kun shunday qilgan buni. 3-4 kun davomlashtirgan. 3-4 kun davomlashtirgandan keyin 5-6 kun tashlab etgan. Tashlab etib, undan keyin yana bir qapaz layilgan. Bu qatam qapazning ishiklarini echib etgan. İşikə çıxıb. Anda bu çaşqanğa tokni yana soqquzganda g'alati ish yuz bergan. Nima ish yuz bergansa, bu çaşqanlar chiqib ketmagan. Birinchi qatam chiqolmagan. Tik. Ikkinchi qatam bu uchuq tusimi, qapazdan chiqishi, tok soqqisa, shundaq turgan chiqolmagan. Buni ishtiqimi sinab qilgan o'xshash hodisa yuz bergan. Martin Seligman bu xulosani Shi Guanxing vujugan deb atagan. Yani buna habitual helplessness deymiz. Habitual helplessness. Yani Shi Guanxing vujugan, yani odat xarakterlik amalsizlik deb atagan. Bu tajribaning biz insonlar uchun ahamiyati intayin zo'r. Qarang, u avval tok soqqizda chashqanga biz buni jingli deymiz. Tok soqqizda qachonmidi bu bir kechirmish bu. Tushunasizmi? Jingli. Bu 3-4 qatim sinab baqdi-da, qechishga tirishdi, qachonmidi. Bu xil kechirmishdan keyin shakllangani inner belief, ya'ni ichki aqidada. Ya'ni ko'rdingizda, siz biz jingli qildingizmi, ko'zingiz ko'rdingizda, men shunday nima qilsam, qachonmagandim. Qachonmagan men kechirmish. Andan keyin inner belief, ichki aqidada. Baribir qachonmayman, qarang, baribir qachonmayman. 3-bosqichda isbot to'plash. Mana qachonmadim-ku. Yani bu nima tushuntirdi degan vaqtda nurg'unlarimiz biz kichik vaqtlarimizda biz bakchiq narsa amalsiz qolamiz. Bu bizning aqliy ixtiyorimizning, jismoniy ixtiyorimizning ojiz bo'lganligidan, hargiz bizning hozirgi o'zimizning ojizligidan emas. Balliq vaqtidagi ojiz, aqliy ixtiyorimiz ojiz bo'lsa, biz bakchiq narsa amalsiz qolamiz. Bu jingli bu-chu. Bu kechirmish bu, jingli. Bu xil kechirmish odamning nervisida. Men qılanmagan. Men amalsız qalgan. Baribir men amal qılanmayman. Qarang, men amal qılanmagan. Kechirmishda amal qılanmagan, amalsız qalgan. Men baribir hamda amal qılanmayman. Amalsız qalaman. Ki aqida oldima, hamda keyingi hayotida isbot to'playmiz. Mana amalim yo'q-ku, mana qılanmadim-ku. Mana men nim dedim, mana qılanmayman dedim-mi? Butunlay chunchi isbot to'plab yashaydi-da. Demek bu xillik mo'shi, bu xil shunqancha ko'pincha odamlarning hayot taqdirini ta'tir aylanmada saqlab qoldi. Buni hamda sho'xaji mo'shisi bor-da. Sho'xaji mo'shisi masalan, men aldingan yoki meni bunday tashlagan. Bu jingliman. Jinglida birinchisi tashlangan. Inner belief, ichki aqidasimi men tashlanaman yoki men aldinaman. Ama nerve sistemimiz. Ondan jinju izlaymiz. Mana bu aldidi-ku. Şu alday dedim, aldım mana. Tashlab degandim bu. Mana tashlab etdim debchi, to'xtamay jingju shakllan jingju izlaymiz. Jingju izlaymizlar emas. Chuangzao jingju. Hatta jingjuni biz chuangzao qilamiz. Ya'ni inner belief qaman. Cho'qim biz bir aldinish yoki tashlash majburlaymiz tashlash uchun. Maqsad nima esa? Chuangzao jingju. Creating proof to prove that we are the victim. You are the victim. Yani sho'xaji mo'shida men senga kuchirgan. Masalan, senga kuchirgan degan gap cho'qimliqqa urib, tillanganlar emas. Aldinish bir senga kuchirash, adilsiz muomala qilish bir senga kuchirash, rad qilinish bir xil senga kuchirashda. Masalan, ayni vaqtda opam achamlashimizga adilsiz muomala qilgan, masalan, senga kuchirdim-da, men senga kuchirgan, adilsiz muomala inner belief shakllandi, ichki aqidasi meni baribir shundaqa adilsiz muomala qildi, bilmayman. Andaki jingju.
Bu keyingi hayotida buningga isbot to'playdi yoki isbotlarni paydo qildi degan gap. Demak, buni hayotida to'xtamay bu xil narsaning takror bo'lib qolishining sababi shu. Biz buni sho'xaji mo'shi deymiz. Shu bu xil shiguanshing vujugan bilan bu xilliqi shiguanshing sho'xaji mo'shi. Bu nurg'un insonlarning hayotida uningga bir xilliqi detrimental, ziyonliq shaklda bir xil aylanma shakllanadi. Bu xil masalan sho'xaji mo'shidagi odamlarning hayotida qanday bo'ldi deganda, masalan qarsa bolasi gapini anglamayotgan, yo'ldoshi mazlashmayotgan, idorasiga bo'lsa shu boshliqi shuning qilib qolib turib, shuni ayblayotgan, xizmatdoshlari toza baychi qilayotgan, shunda yaxshilisimi uning bir xil odil bo'lmayotgandek his qiladigan, qarsa tirishayotgan qarz bo'lib ketib qolgan. Biz buni uyga suv tep ketdi deymiz. Uyga suv tep ketish. Bu uyga suv tep. Siz hayotingizni hamma yerda-chu bir sizga ham qarshilamchu hamma narsa. Bunki bu uyga suv tep ketdi degan nimasi? Uyingizga suv tep ketganda hamma yerdan tomchiydi-chu. Gerçi uyimizden hamma yerdan suv tomchiyotgandek turgan bilan izlasak, cho'qim bir guvanizning ma'lum yeri jiddiq degan gapni qarang. Masalaning jildiz shuda. Qarasangiz hamma yerdan suv tep ketdi. Biroq bu suvning hamma yerdan chiqqan emas. U faqat nimasi? Shu suvlarni yig'ib tekshirsangiz, yo qo'shningizdan yoki o'zingizning temning ichidagi bir guvanizdan azroq chatoq chiqqan. Problem. Mana shu jildizda. Bu yildiz dal nima deganda, men boya degandek inner belief, ya'ni ma'lum bir kechirmishni odamlar ichki aqidaga va ichki salohiyatga aylantirib olganlik tufayli to'xtamay shu ichki aqidani isbotlash uchun cho'ngzal, chingchi. Bularning hammasi bir xil shayishir, bu yishir ilib berilg'achqa odamlar o'zining unda qilayotganligini bilmaydi. Bu eng xatarli edi. Bizning masalamiz, biz yo'liqqan masala bizning masalamiz emas amaliyotda. Bizning haqiqiy masalamiz emas, bizning ongsiz masala paydo qilishimiz. Uyingizda masalan sesiq suv kirib qolgan bo'lsa, bu masalasini tozalab qildi o'ng'aychu. Ammo siz to'xtamay uyingizda bir sesiq suv paydo qildigan bir buloqingiz o'qasa, bu this is the problem, okay? This is the problem. Şu bu xil sho'xaji mo'shi yoki bayatdek bu xil shiguanshing vujugan kirib qolgan odamlar masala tugmaydi. Ana. Chunki bu yerda masala paydo qilish tugmaydi degan. U amaliyotda dal ling yigizida o'zida. Unda hisob bu xil ta'tir oylarini qanday qilib po'li qilamiz? Qanday qilib po'li qilamiz? Bugungi shu zo'pingda men hamda oddiy usulda oddiy bir ikki xil usulni deyman buni po'li qiladigan. Bu balkim yana nurg'un odamlarga yordam qilib qolsa ajab emasda. Birinchi biz bundaq bir so'zni ullik deymiz, ullik. Men boshqalarning utuq qazinishiga xohlamagan holda yo'l qo'yman deymiz. Bu intayin bir kuchli bir gap bo'lib, bu odam badanni remont qila oladi. Men boshqalarning utuq qazinishiga xohlamagan holda yo'l qo'yman, qarang. Xohlamagan holdan deyishimiz sabab nimasi? Badanni xohlamagan holdan demasangiz, badaningiz-chu bu gapni tutib oladi. Chunki siz xohlamaysizda. Xohlamagan holda deganda badanga bir xil hurmat bo'lg'achqa badan tegizdi bu gapni-chu bizga. Bizni bekdan kontrol qila olamizmi? Xohlamagan holda degandan badan okey, endi da deymiz. Endi boshqalarning utuq qazinishini normal hayotda nurg'un odam xohlamaydi emasmi? Xohlamagandan xohlamagan holda desak, anda bu xil tormoz qo'yib berildi degan gap. Biz boshqalarning muvaffaqiyat qazinishini xohlamag'achqa, biz buni qanday tusimiz deganda, insonning 3 yosh vaqtida psixikasi shu, o'zini nima qilish orqali haqlarni kontrol qila olmayman deb qaraydi. Ya'ni boshqalarning utuq qazonishini to'sash uchun odam o'zi utuq qazonmaslik nimasiga kirib oldi. Men utuq qazonmasam hech kim utuq qazonmaydi degan bir xil g'alati, ongsiz bir xil psixika bo'ldi. Shuni biz buni chuqur to'liq qilib o'tishimiz kerak-da. Men xohlamagan holda boshqalarning utuq qazonishiga yo'l qo'ydim degan vaqtda sizning bu xil amalsiz hissiyotingiz, va bir xil sho'xaji mo'shi eng qalbingizning ostida bu ulindi bu.
Bu bir polu buldu, bu bir energiyada bir aylanish bo'ldi. Endi siz boshqalarning utuq qazanishga yo'l qo'ydingiz. Halman aldı. Başkalarının hatta xushal buluşuğumu halmanı yol koydunuz. Bu öz növdüde özünüzden alaka utuq qazanışıga yol qo'yganlik oldu. Ve özünüzden mi xushal buluşuğa yol qo'yganlik oldu. Çünkü anı yol qo'yganken energiyada bir şundaq bir ravallık çok. Bu mana adamның kişiler daim deydigan biroq tushunmaydigan, ham tushunsin qilolmaydigan da qalbing qancha kengri bo'lsa, shuncha yo'g'inaysan degancha. Buni kişiler divagan hech qanday foydasi yo'q buncha. Nurg'un odamlar bunday gaplarni faqat qalbi keng odamning bir obrazini shakllantiruvchi uchun divaldi. Odamning qalbi keng bo'lishi kerak degani, mana men qalbi keng bir odam degan bir obraz amaliyotda u argizlik o'zini aldash bo'ldi. Ma'qul so'z orqali biz buni ma'lum darajada qo'zg'ata olamizda. Vujugancha bu cügen sizni tutup turgan amal duygusu yemişliğin pol oldu. Ben başkalarının utuq qazanışa halı manalı yol koydum. Bana şunu da aylandırdı. Çünkü biz başkalarının utuq qazanışa yol koydum degan vaqtimizda özümüzdönçe utuq qazanışa xushal bo'lishga bir xil shinfu bo'lish uchun yol qo'ygan bir xil hodisa shakllandi. Bu birinchi usul, pol qilgan usul. Ikkinchi xil usul hamda mushu fursatdan foydalanib biz hozir ekranda nima qilyapmiz-ku? Ekran oldida nurg'un saboqdoshlar bor. Mush fursatdan foydalanib biz bir psixikalik tajriba ishlaymiz. Bir kichik psixikalik tajriba ishlaymiz. Bu psixikalik tajriba balkim sizlarning hayotingizda zo'r o'zgarish paydo qilishi mumkin. Eng muhimi nima deganda, mushkil baribir qanday olib tursam, amalim yo'q, chashqan, habitual helplessness, shig'in shu vujuganni poliqli yetalaydi. Shu bu tajribani ishlab chiqishimiz kerak. Bu tajriba intayin oddiy. Çünkü müşahede müşteni deyishdan burun bir narsani deb qo'yishim kerak. Men oldingi zopinglardim dedimmi, demidimmi? RAS. Dedim Qurbanjon, demmi? RAS. RAS sistem to'g'riliq biraqatin degan. Odamlarga bir narsani desa, yetarli emas. Ularga to'xtamay deb yalvurish kerak. Şu bo'lmasa esitqanmaydi. RAS sistemi degan. Bu insonlardagi bir xil nazorat sistemasi bo'lib, biz uni nazar sistemi deydikmi? Hem de karakterin şuna sanıldı nazaret sistemisi o insan mingsida endaq bir sistem bulup bu fakat nemese inner belief. Yani işki aqidini izlab turib oldi. Yani mening amalim bo'lmagan, bundan kim amalim bo'lmaydi. Amalim bo'lmaydi degan ishki aqidini izlab turib oldi RAS sistemisi. U bu dunyoda asosiyatan uchurlarga nisbatan faqat ishki aqidaga mos keldi Alloh narsani izlab turib oldigan bir sistemimiz var RAS. Demek ki twanki tajribamiz bayat degandek mayli shu qayji mo'shu bo'lsin yoki bo'lmasa shig'an shay vujugan bo'lsin buni o'zgartirib talaydi. Ya'ni odamlardagi men baribir nima ish qilsam hech qanday amalim yo'q-ku, qilolmayman-ku deydi. RAS sistemimiz naq mushkil ishga aqidani izlaydi. U boshqa narsa izlamaydi RAS. Siz shu inner beliefni izlaydi. Shuni pol qilamiz. Unda qolsa ekran oldidagi barliq do'st birodarlar, inson mundaq bir tajriba ishlaysizlar. Unda qolsa menga mundaq deysizlar. Agar shu dunyoda har qanday ishga amal qilg'il bo'lsa, men kelgusi 24 soat ichida bir oq payni ko'rib boqayqini deganni shu o'lik desanlar bo'ldi. Nayt atdi. Agar dunyoda har qanday bir ishga amal qilg'ili bo'lsa, shu rost bo'lsa, amal qilg'ili buldig'ash bo'lsa, unda bo'lsa, kelgusi 24 soat ichida men bir oq payni ko'rib boqay deganni o'lik deysizlar. Shu o'lik deysizlar. Bo'ldi. Askartish bu yerda oq payni qat'iy qasddan izlash bo'lmaydi. Men uchun ko'msam bo'lmaydi deb to'xxonga yoki kaptaxonga berish bo'lmaydi. Bu qat'iy deymiz, bo'ldi unutib qolamiz, o'zimizning ishini qilamiz. Shunchalik oddiy. Bizning RAS sistemimiz, bayatdan sistemimiz o'zligini harakat qildi, avtomatik harakat qildi. Ammo buni chuqur o'llik bayatdan men degandeklar takror deysizlar. Mani ko'rib bo'lib, itib o'zingizning ishini qilasizlar. Agar mubada 24 soat ichida rost degandek naqsil diqqat qilmaganda, kollangdim yo'q vaqtida, xiyolingdim yo'q vaqtida uchrab qelishi mumkin. Agar shunday uchrab qolsa, o'zingizning xushal bo'lsizlar, bu xil xushalligini menga pingning uchun deb qo'ysangiz bo'ldi. Chunki men hamda sizning xushalligingni
ko'ngli qolmaydigan intayin az bir qism odamlarning birisi hisoblanma.